Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xullas, belyular aka nech pul bo'lyapti? Narxni tars etib tanishtirib yuboraylik. Belyularimiz 60 ming beryapti. Birinchisi 60 ming so'm pachkaga ekan. Mana ikkinchisi ham xuddi shunaqa ekan. Qayerdagi bu? O'zbekiston. O'zbekistonniki ekan. Razmeri nechidan nechigacha? Razmeri 48 dan 56 gacha 5 talik. 48 dan 56 gacha ekan razmerda. Hop, ikkinchisi mana sizcha uchinchi. Bu xb narxi. Bu 47 ming so'm pachkaga. Pachkaga 47 ming so'm ekan, donagachi 50 ming so'm ekan donaga. Bunisichi qovma. Hop, Qovmamiz ham 60 ming pachkaga. pachkaga 60 ming so'm ekan, donagachi. Donaga ham bir xil beryapti. Donaga ham shuni taqib berishaverar ekan. Razmeri qanaqa bo'lardi? Bu ham razmeri 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha razmer ekan. Bunisini razmerini aytdikmi? Bu ham shunaqa. 48 dan 56 gacha ekan razmer. Maykangizchi? Maykamiz 10 ming so'm donaga 9 ming pachkaga. Pachkaga 9 ming so'm, donaga 10 ming so'm ekan. Yonida choki yo'q. Yonida choki yo'q ekan. Xabar. Materiali hib ekan. Bu salafanda nima edi? O'ylarimiz ham bor. Belyularni bu qovmadan. Ha. Nech pul bu? 42 ming so'm pachkaga. Pachkaga 42 ming so'm ekan. Donagachi? Donaga 45 ming. 45 ming so'm ekan donaga. Bu necha yoshga tushadi buningiz? Birinchi sinfdan 8 sinf. 1-sinfgacha tushar ekan bu belyular. Telefon nomeringiz necha aka? 93lik 93lik 374 50 374 50 70. 70 ha? Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor ertalab 7 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Hozirgi vaqtlarda. Bugun chislo 28-dekabr, haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Mana egasi.